Assalomu alaykum talabalar. Mana endi yana ma'ruza boshlaymiz. Hozirgi ma'ruzam avvalgi ma'ruzaning davomi hisoblanadi va biz ma'ruzada aminokislotalar o'zlashtirilishi, ya'ni ularni metabolizmiga to'xtaymiz va quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. E'tibor bersanglar, bu quyidagi masalalar aminokislotalarni, demak, almashinuvini umumiy yo'llari, aminokislotalarni transaminlanishi, transaminazalar va uni klinik ahamiyati, aminokislotalarni dezaminlanishi, aminokislotalarni dekarboksilanishi va biogen aminlarni hosil bo'lishi hamda albatta biogen aminlarni zararsizlantirishi va ular bilan bog'liq bo'lgan qisman kasalliklarni mexanizmiga to'xtaymiz. Demak, shunday qilib ma'ruzamizni boshlaydigan bo'lsak, albatta aminokislotalar manbai bo'lib hujayramizda nima hisoblanadi? Birinchi navbatda so'rilgan aminokislotalar. Ikkinchisi esa endogen oqsillarni parchalanishi natijasida hosil bo'lgan aminokislotalar va uchinchisi almashinib bo'ladigan aminokislotalar sintezi hisobiga, demak, aminokislotalar manbai yaratiladi. Endi ular nimaga ishlatiladi? Ular bizada birinchi navbatda, endi agar biz nimaga ular ishlatilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, oqsillar sintezi uchun ajratilyapti, azot tutuvchi birikmalar sintezi uchun ishlatilyapti hamda energiya manbai sifatida ishlatilyapti yoki bo'lmasa aminokislotalardan yog'lar, uglevodlar, purin va pirimidin nukleotidlar sintezida ham ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. Ammo buning uchun aminokislotalarda turli xil metabolik o'zgarishlar kuzatilishi kerak. Bular o'z navbatida qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin? Albatta, birinchisi umumiy yo'l, ya'ni barcha aminokislotalar uchun hosil bo'lgan yo'l. Demak, bu esa o'z navbatida o'zida 3 ta asosiy jarayonni o'z ichiga oladi. Bu birinchi transaminlanish, ya'ni amino guruhni ko'chirib o'tkazilishi. Ikkinchisi dezaminlanish, amino guruhni chiqib ketishi. Uchinchisi esa karboksil guruhini chiqib ketishi, bu dekarboksilanish jarayoni deb ataladi va mana shu o'zgarishlar barcha to'qimalarimizda ketadi, lekin jadallik bilan asosan jigarda bular ketishini ko'rishimiz mumkin. Shuni aytish kerakki, hozirgi sanab o'tgan jarayonlarim bu boyagi aytganimdek umumiy yo'li. Va shu bilan birgalikda har bir aminokislota o'ziga xos tuzilishga ega bo'lgan hisobiga u yerda o'zini spetsifik yo'llar almashinuvi ham bo'ladi. Endi hozir biz sizlar bilan umumiy yo'llarga faqat to'xtalamiz. Birinchisi, boya aytganimizdek, transaminlanish reaksiyalari. Transaminlanish reaksiyalari deganda amino guruhni aminokislotadan keta guruhga ko'chirib o'tkazilishi va yangi aminokislotani hosil bo'lishini gapirishimiz mumkin. Bu esa 2 bosqichda ketadi va kofermentlik vazifasini bu vitamin B6 ni hosilasi piridoksal fosfat ketadi. Bu jarayonlar bizda aminotransferaza fermentlari yuzasida ketishini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun ko'rib turibsizlar, aminokislota piridoksal fosfat tutuvchi ferment bilan birikyapti va shuni natijasida bizada shif asoslar hosil bo'lyapti. Ya'ni oldin alzimin hosil bo'lyapti, keyin esa ketimin hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun oldin alzimin, keyin ketimin? Bu ugleroddan keyin qush bog'ini qayerda turganiga qarab turib gapiramiz. Ko'rib turibsizlar, bizada o'sha qush bog'imiz bizada karboksil guruhdan keyin turibdi. Bizada
ana shuni hisobiga azot bilan uglerod orasida qo'shbog' ketyapti. Ikkinchisida esa bu qo'shbog'ni boshqa joyga ko'chirishimiz kerak. Ya'ni azotdan keyingi joyga ko'chirishimizga olib kelyapti. Shuni hisobiga oldin bizada alzimin kelib chiqadi, keyin esa ketsimin. Endi ketsiminga esa biz suvni kiritamiz. Suvni kiritishimiz hisobiga amino guruh bizaga peridoksal fosfat tarkibiga kirib qoladi va bizada keto kislota hosil bo'ladi. Demak, qanaqa modda hosil bo'ldi? Keto kislota, ikkinchi moddamiz esa peridoks amin fosfat. Ya'ni azot tutuvchi peridoksal fosfat aminotransferaza fermenti hosil bo'ldi. Endi mana shu ferment ikkinchi bosqichda boshqa keto kislota bilan birikadi. Mana shuni hisobiga oldin u o'zidan suvni chiqarib yuboradi. Shuni natijasida oldin bizada ketsimin hosil bo'ladi, keyin esa alzimin hosil bo'ladi. Alziminga endi biz suvni kiritadigan bo'lsak, amino guruh peridoksamin fosfatdan bizada keto guruhga o'tib, yangi almashinib bo'ladigan amino kislotani hosil qiladi va bu yerda yana bir bor takrorlayman, amino transferaza fermentlari ishtirok etadi va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yerda o'sha vitamin B6 o'ta muhim vazifani, ya'ni u o'sha amino guruhni ko'chirib o'tkazib beruvchi vazifasini o'taydi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, demak, uni ahamiyati nima? Nima kerak bor bu reaksiyalarni o'tkazish? Bu juda ham katta ahamiyatga ega va e'tibor bersanglar, bu reaksiyalar yordamida bizada nima hosil bo'lyapti? Almashinib bo'ladigan amino kislotalar. Ikkinchisi esa transdezaminlanish yo'lini birinchi bosqichi hisoblanadi. Uchinchisi, bu uglevodlar bilan hamda amino kislotalarni integratsiyalayapti. Nima uchun integratsiyalayapti? Chunki keto kislota bu uglevodlar hosilasi. Amino kislota esa oqsillar hosilasi hisoblanadi va to'rtinchi asosiy vazifasi bu spetsifik moddalar sintezida o'ta muhim ahamiyatga ega, jumladan sidikchil sintezida, gamma amino moy kislotalari sintezida va hokazo boshqa biologik faol moddalar sintezida o'ta ahamiyatli bo'ladi. Demak, shunday qilib, bu jarayon, yana bir bor takrorlayman, amino transferazalar ishtirokida ketadi. Amino transferazalar qaysi amino kislotani o'zgarishiga olib kelayotgani hisobiga o'z navbatida alanin amino transferazalar yoki aspartat amino transferazalarga turli xil, men misol tariqasida ikkitasini aytyapman, bo'linishi mumkin. Yaxshi bilamiz, klinikada mana shu ikkita amino transferaza fermentlari o'ta ahamiyatli hisoblanadi va ular standart tekshiruv usullariga kiritilgan. Nima uchun standart usullariga kiritilgan? Chunki bu ikkala ferment ham qon zardobida ularni miqdori juda kam. Vaholanki ular hujayra ichi fermentlari hisoblanadi. Ikkinchidan, agar biz alanin amino transferazani oladigan bo'lsak, u barcha hujayralarga xos. Ammo eng ko'p uni jigar tutadi. Ana shuning uchun ham jigar kasalliklarini tashxislashda shu fermentga biz asoslanamiz. Ko'rib turibsizlar, qonda alanin amino transferaza fermentini miqdori 753, ya'ni xalqaro birlik litrda bo'ladi.
Ammo gepatositlar nekrozida esa ular bevosita qonga chiqib ketishi kuzatiladi. Shuni hisobiga ferment faolligi qonda 10 dan yuqori marotaba oshib ketishi kuzatiladi va uni oshib ketish darajasiga qarab turib biz yallig'lanish jarayoni qanchalik ketayotganini gapirishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu bizada nafaqat diagnostik ahamiyatga, balki shu bilan birgalikda prognostik ahamiyatga ega. Nima uchun prognostik ahamiyatga? Chunki u hali sariqlik kelib chiqmadi, lekin qonda uni miqdorini 10 baravardan yuqoriga oshib ketganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham hammamiz yaxshi bilamiz, agar bog'chada, gruppada bitta bolada gepatit A chiqadigan bo'lsa, albatta gruppadagi barcha bolalarni barmog'idan qon olinib, ALT faolligi aniqlanadi va agar shu qaysidir bolada ALT faolligini keskin oshib ketganini ko'rsa, hali soppa-sog' yurishiga qaramasdan turib, biz uni klinikaga yotqizishga olamiz va buni natijasida asoratsiz davo berish mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi fermentimiz esa aspartat aminotransferaza hisoblanadi. Uni ham qondagi miqdori juda ham kam, me'yorida 11 dan to 47 xalqaro birlik litrda hisoblanadi. Endi u ham barcha hujayralarga xos, ammo uni asosiy qismi miokardda bor. Ana shuning uchun ham infarkt erta tashxislash standartiga kiritilgan hisoblanadi va buni faolligi uzoq muddat saqlanadi. Ya'ni bizada 2-3 kunlarida ham yuqori bo'ladi, keyin esa asta-sekinlik bilan uni pasayishi kuzatiladi. Va shu pasayish darajasiga qarab turib biz infarkt miokardi asoratli yoki asoratsiz ketayotganidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda u davo muolajalari qanchalik samaraligini ham ko'rsatadi. Chunki agar bemorda faolligi yuqori bo'lib, keyin pasayib yana ikkinchi marotaba yuqori bo'lishiga olib keladigan bo'lsa, demak bu bizada qayta yana infarkt bo'layotganidan ko'rishimiz mumkin. Umuman o'zi olganda miokarditda uni faolligi 10 baravardan yuqoriga oshmaydi. Uni oshishi 1,5-2 atrofida bo'ladi. Vaholanki infarkt miokardida uni miqdori qonda keskin oshib ketishini ko'rishimiz mumkin. Shuni aytish kerakki, mana shu ikkala ferment bizada turli xil kasalliklarda ham ortishi kuzatiladi. Misol tariqasida men talabalarga aytaman. Demak, bitta bemorda ALT 10 baravar oshdi, AST esa 2 baravar oshdi. Bemorda ham shunaqa. Lekin 10 kundan keyin tekshirayotganimizda esa biz ALTni ham, ASTni ham 10 baravar oshganini kuzatamiz. Demak, bu nimadan dalolat beryapti? Ya'ni bu fulminant gepatit ketayotganidan dalolat beryapti. Nima uchun? Chunki biz yaxshi bilamiz, ular hujayrani ichida turli xil joylarda joylashadi. Jumladan bu ALTni joylashishi sitoplazmani o'zida. Shuning uchun ham sitoplazmatik membrana yemirilganda uni miqdori keskin qonga chiqib ketishi kuzatiladi. Vaholanki AST esa bizada ham sitoplazmada, ham mitoxondriyada joylashgan. Demak, AST fermentini jigar kasalligi bo'lgan bemorda keskin oshib ketishi, bu bizada nekrozni o'sha jadallik ketayotganidan dalolat beradi. Ko'rib turibsizlar, mana shu fermentlar faolligini aniqlab turib, dinamik aniqlab turib, biz kasallik ketishi to'g'risida gapirishimiz mumkin bo'ladi.
keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi aminokislotalarni o'zgarishi bu dezamillanish deyiladi. Ya'ni amino guruhni butunlay aminokislotadan chiqib ketishi. Bu esa o'z navbatida 4 xil yo'l bilan ketadi. Birinchisi ko'rib turibsizlar, bizada qaytarilish yo'li bilan ketyapti va bunda bizada kislotalar hosil bo'ladi, hamda ajralishini ko'ramiz. Ikkinchi xili esa suv ishtirokida bu jarayonni ketishi, buni natijasida biza gidroksi kislotalar hosil bo'layotganini hamda ammiakni chiqishini ko'ramiz. Uchinchisi yo'li esa ichki molekulyar. Ya'ni bizda ko'rib turibsizlar, qo'sh bog'li kislotalar hosil bo'layotganini hamda ammiakni hosil bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi 4-usuli esa kislorod ishtirokida ketuvchi oksidlanishli dezamillanish ketadi va buni natijasida keta kislotalar hosil bo'ladi. Bu keta kislotalar esa bevosita yonish jarayoniga yoki boshqa metabolik o'zgarishlarga ketishi mumkin. Biz aerob organizmmiz. Ana shuning uchun ham bizada asosan hujayralarimizda shu oksidlanishli dekarboksilanish ustun turadi. Ammo bu o'zi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, turli xil aminokislotalar uchun turlicha ketishini ko'rishingiz mumkin. Mana bu sxemalarda ko'rib turibsiz, gistidin aminokislotasini qanday o'zgarishga uchrayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va keyingisiga yana o'tadigan bo'lsak, o'z navbatida o'sha oksidlanishli dezamillanish bizada bevosita hamda bilvosita ketishi mumkin. Bevosita deganimizda bu oksidaza fermentlari ishtirokida ketuvchi oksidlanishli dezamillanishni tushunamiz va ikkinchisi esa bilvositada esa oldin bizada aminokislota amino guruhini keta kislotaga beradi va albatta alfa keta glutaratga beradi. Keyin esa u dezamillanishga uchrashini ko'rishimiz mumkin. Kelinglar har bittasiga to'xtalib o'tsak. Endi keyingisini ko'rib turibsizlarki, mana bu yerda qaysi aminokislota izomerlari ishtirok etayotganiga qarab turib, kofermentlik vazifasini yo FAT bu L aminokislotalari uchun, FMN bu L aminokislotalari uchun va D aminokislotalari uchun esa flavin, adenin, dinukleotid kofermentlik vazifasini bajaradi va bu jarayonni kimyoviy mexanizmini ko'rib chiqadigan bo'lsak, e'tibor beringlar, aminokislotaga oldin biz fatni beramiz, undan 2 vodorodni olamiz va shuni natijasida ko'rib turibsizlar, uglerod ham azotdan bittadan 2 vodorodni oldik. Shuni natijasida FATH2 hosil bo'ldi hamda imino kislota hosil bo'ldi. Mana endi shu aminokislotaga endi biz suvni kiritamiz va suvni hisobiga bizada vodorodni amino guruhga birikib, ammiak ko'rinishida chiqib ketadi. Vaholanki OH guruhi esa bizada keta kislotani hosil qilishga yoki oksikislotani hosil qilishga kirib ketadi. Ammo qayerdan suvni olamiz? Suvni olishimiz uchun birinchi navbatda biz FATH2ga kislorodni beramiz. Bu kislorod hisobiga oldin bizada vodorod peroksid hosil bo'ladi. Endi vodorod peroksid esa katalaza fermenti ishtirokida suvni hosil qilyaptiki, mana shu hosil bo'lgan suv keyingi reaksiyada ishlatilishi kuzatilyapti. Mana bu bevosita oksidlanishli dezamirlanish bizni hujayralarimizni
peroksisomalarda kechadi, oksidaza fermentlari ishtirokida. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi bilvosita oksidlanishli dezamillanish. Bu esa ikkita bosqichdan iborat. Ko'rib turibsizlar, birinchi bosqichida bizada transamillanish reaksiyasini o'tkazyapmiz. Ya'ni barcha aminokislotalar faqat ketoglutarat bilan birgadi. Va shu alfa ketoglutaratga amino guruhni berishi hisobiga glutamat hosil bo'ladi. Bu amino transferaza fermenti ishtirokida ketadi. Endi ikkinchi bosqichda esa u esa dehidrogenaza fermenti ta'sirida nima qiladi? Demak, amino guruhini chiqarib yuboradi hamda yana alfa ketoglutaratga o'tadi. Kelinglar, shu jarayonni kimyoviy qanday kechishini ko'raylik va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, bizada aminokislota misol tariqasida biz alaninni oldik deylik va alanin o'zini aminokislotasini alfa ketoglutaratga beryapti. Alanin amino transferaza fermenti ishtirokida va bu yerda kofermentlik vazifasini albatta bizada peridoksal fosfat bajaryapti. Shuni hisobiga bizada piruvat hosil bo'ldi. Piruvat bilan birga glutamat aminokislotasi hosil bo'ldi. Endi ikkinchi bosqichda keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'ryapsiz, glutamat, endi glutamat dehidrogenaza fermenti ishtirokida. Dehidrogenaza demak oksidlanish qaytarilish reaksiyasi, kofermentlik vazifasini bu yerda NAD bajaradi va bu yerda ikkita vodorodni olib chiqib ketib, NADH hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda bizada alfa ketoglutarat hosil bo'ladi. Endi mana shu aminokislota hosil bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, qo'shboq. Biz ikkita vodorodni uglerod bilan amino guruhdan oldik. Shuni hisobiga aminokislota hosil bo'ldi. Endi shu aminokislotaga biz suvni beramiz va shuni hisobiga, demak, OH guruhi bizada birikadi va alfa ketoglutaratni hosil qiladi. Vodorodni olib esa amino guruh ikkita vodorodni olishi hisobiga ammoniak ko'rinishida chiqib ketadi. Demak, shunday qilib bizada mana shu jarayon hisobiga oksidlanishli dezamillanishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, yana uchinchi umumiy yo'lga kiruvchi reaksiyalari bu dekarboksilanish deyiladi. Dekarboksillanishda bizda karboksil guruhini chiqib ketishi tushuniladi. U ham o'z navbatida 4 xil ko'rinishda ketishi mumkin. Bu alfa dekarboksilanish asosan hayvon va insonlar uchun xos bo'lgan jarayon hisoblanadi, chunki alfa uglerodda dekarboksillanadi. Ikkinchi yo'li esa ko'rib turibsizlar, omega dekarboksilanishi. Bu bizni ichak mikrofloramizda xos bo'lgan jarayon hisoblanadi va uchinchisi dekarboksilanish bilan birgalikda transamillanish. Buni natijasida keta kislotalar hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin va to'rtinchisi bu ikki molekulani kondensatsiya yo'li hisobiga bizada dekarboksilanish. Bu reaksiyalarda bizada biologik faol moddalar, jumladan aminolevulinat kislota hosil bo'ladi. Bu yo'l bilan sfingolipidlar sintezlanadi. Bu yo'l bilan bizada H vitamini, ya'ni biotinni hosil bo'lishini ko'ramiz va bu jarayonlarni barcha ko'rib turibsizlar. Qaysi vitaminni hosilasi?
vitamin B6ni hosilasi peridoksal fosfat ishtirok etadi. Va keyingisiga ko'radigan bo'lsak, men ataylabdan shu jadvalni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu dekarboksilanish jarayoni natijasida biologik faol biogen aminlar hosil bo'lyapti. Va ular turli xil bizni hujayralarimizda turli xil vazifalarni bajarishi mumkin. E'tibor bersanglar, mana birinchi turibdi serin aminokislotasi oldin bizada OH guruhini yo'qotadi. OH guruhidan yo'qotilishi hisobiga etanolamin kelib chiqadi hamda karboksilanishi hisobiga va shuni natijasida etanolaminga bitta metil guruhini kiritishimiz hisobiga, 3 ta metil guruhini kiritishimiz hisobiga bizada hosil bo'ladi xolin. Endi shu xolin esa o'z navbatida atsetil guruhi bilan birikadigan bo'lsa, atsetil xolin neyromediatorini bajaradi va ko'rib turibsizlar, u bizda o'sha qo'zg'atuvchi neyromediator hisoblanadi. Keyingisiga olib qaraydigan bo'lsa, bizada bu yerda triptofan aminokislotasini ko'rib turibsizlar. Triptofan aminokislotasini dekarboksilanishi natijasida bizada nima hosil bo'lyapti? Bizada serotonin hosil bo'lyapti. Bu kunduzi ertalab nahordan boshlab to soat 10 gacha maksimal darajada sintezlanadi va u bizni kunduzgi hayotimizni me'yorida o'tishini ta'minlab turadi. U kechasida esa undan bizada nima sintezlanadi? Melatoninni sintezini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda agar biz tirozin misolida oladigan bo'lsak, bizda tirozindan dopamin hosil bo'ladi. Bu ham bizada qo'zg'atuvchi neyromediator hisoblanadi. Glutamat aminokislotasidan esa bizada gamma aminomoy kislotasi. Bu esa tormozlovchi neyromediator hisoblanadi. O'shaning uchun ham uni o'ta ko'p miqdorda hosilalarini psixiatrik klinikalarda qo'llaniladi. Va eng ko'p jarayonni bizada gistidin aminokislotasini dekarboksilanishi hisobiga gistaminni hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. U esa nafaqat neyromediator vazifasini, balki shu bilan birgalikda yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaruvchi asosiy neyromediator hisoblanadi. Kelinglar har bittasiga qisqa to'xtasak va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, gistidin. Gistidin molekulasi 2 xil yo'l bilan bizada kuzatiladi. U jigarda urakanin kislotasini hosil qiladi va urakanin kislotasini keyinchalik parchalanishi natijasida glutamat hosil bo'ladi. Bu uni dezaminlanishi bilan bog'liqdir. Ammo bizni biriktiruvchi to'qimalarimizda hamda nerv to'qimalarimizda esa ko'rib turibsizlar, u dekarboksillanayapti va shuni natijasida gistamin hosil bo'lyapti va gistamin esa keyinchalik uni zararsizlantirilishi metil gistamin sifatida kuzatiladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, gistamin nimaga kerak? Nima uchun u ko'p miqdorda bizada hosil bo'ladi? Birinchi navbatda arteriola va kapillyarlarni kengaytiradi va shuni natijasida qon bosimini pasayishi kuzatiladi. Bunga yorqin misol bo'lib, allergik shokni olishimiz mumkin. Ya'ni o'ta ko'p miqdorda yod oqsil tushgandan keyin gistamin ishlab chiqilishi keskin oshib ketishi hisobiga allergik shok kelib chiqadi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsa, shuni aytish kerakki, mana shu gistamin bizni organizmimizda muhim vazifalarni bajaradi. Bu birinchi vazifasi shundan iboratki, u arteriola va kapillyarlarni kengaytiradi va shuni hisobiga bosimni pasayishini ko'rishimiz mumkin. Oddiy bir misol, agar biz
allergik shokni misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'ta kuchli miqdorda, ko'p miqdorda allergen bizni organizmimizga tushadigan bo'lsa, bizada allergический karaxtlik shok kelib chiqishi mana shu bosimni keskin pasayishi bilan bog'liqdir. Shu bilan birgalikda bizada gistamin kapillyarlar o'tkazuvchanligini oshiradi. Savol tug'ilyapti. Nima uchun u o'tkazuvchanligini oshirishi kerak? Chunki bizda o'sha allergenga nisbatan yoki infeksiyaga nisbatan neutrofillarimizning harakati bo'lishi kerak. Ular demak makrofaglar faollashishi kerak. Buning uchun esa o'sha o'choqqa ularni yetib borishi kerak bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsa, miya qon tomirlarining kengayishi va suyuqlikni ajralishi shuni hisobiga bizada qorinchalarimizda suyuqlik hajmi ortadi. Bu esa o'ta kuchli bosh og'riqlarga, ya'ni miya gipertenziyasiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda gistamin bronxlarimizni silliq mushaklariga ta'sir etib, ularda kalsiy ionlar chiqishini kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida bronxospazm kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Va yana bir xususiyatlardan biri, boya bularga to'xtab o'tgan edim, bu bizda oshqozon shirasi hamda so'lak ajralishini kuchaytiruvchi omil hisoblanadi. Ana shuning uchun ham gistamin bizada turli xil yallig'lanishlarda hamda allergiyalarda ularni miqdorini oshib ketishi kuzatiladi. Shuning uchun allergik bo'lgan bemorlarga biza antigistamin preparatlarini beramiz. Bu o'sha gistamin ishlab chiqilishini kamaytirishga qaratilgan davolash usuli hisoblanadi. Mana shu gistaminni tushuntirayotganda men ari chaqqani misolda tushuntiraman. Oddiy bir misol, ari kelib chaqqanida arini zahri tushadi. Arini zahrida esa yot modda. Demak, mana shu tushgan yot moddaga nisbatan bizada immun sistemamizni faollashuvi kuzatiladi. Chaqqan joyimiz oldin qizaradi va asta-sekinlik bilan u kattalashib boradi, ya'ni shish kelib chiqadi. Qizarishiga sabab bu arteriola va kapillyarlarning kengayishi va arterial qonni ko'p miqdorda o'choqqa kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Endi asta-sekinlik uni shishib kattalashib borishi esa o'tkazuvchanlikni oshishi hisobiga kelib chiqadi va bundan keyin esa bizada lo'qillagan og'riqni paydo bo'lganini ko'ramiz. Nima uchun? Chunki bizada bosim ortdi, suyuqlik hajmi ko'paydi. Bu esa sistola va diastolada bosimni turli xil o'zgarishi hisobiga ana shu o'choqda neyromediatorlarning qo'zg'alishiga sababchi bo'ldi. Sistola paytida og'riqni kuchayishini ko'rishimiz mumkin, diastola paytida esa buni kamayishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu jarayon gaymaritda yoki shamollaganimizda ham bosh og'rig'i sifatida ko'rishimiz mumkin. Haqiqatda bizani gistaminni ko'p miqdorda ishlab chiqilishi hisobiga bizni miyamizda o'sha suyuqliklar qorinchalarda ko'payishi hisobiga lo'qillagan, bosilmaydigan og'riqlarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu triptofan almashinuvi. Triptofan ko'rib turibsizlar, bizada oldin u nima qilyapti? Triptofandan bizadan oksitriptofan hosil bo'lyapti. Ya'ni 5-uglerodga kislorodni biriktirishi kuzatilyapti. Buni natija bu esa kislorodni ta'sirida triptofan gidroksilaza fermenti ishtirokida bo'ladi va bizada 5 oksitriptofan hosil bo'ldi.
Endi hosil bo'lgan 5 oksitriptofandan bizada karboksil guruhini olib tashlaymiz va shuni natijasida biogen amin serotonin sintezlanadi. Serotonin esa boya aytganimizdek bomdoddan to bizada soat 10 gacha uni ishlab chiqilishini kuchayishi kuzatiladi va bu bizni kunduzgi hayotimizga ichki organizmimizni moslab berishda o'ta ahamiyatli bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu bizni kayfiyatimizni ko'taradi, bu bizni ijobiy fikrlashimizga olib keladiki, bu serotonin qanchalik ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, shunchalik bizda qiziquvchanlik hamni oshishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ammo uni minimal darajasi bizada shom paytida kuzatiladi. Nima uchun? Chunki quyosh kamayapti nuri. Serotoninni ishlashi quyosh nurini bilan bog'liq. Demak, bizada quyosh nuri oftob o'tirgandan keyin bizada bu serotonin asta-sekinlik bilan melatoninga aylanadi. Bu melatonin esa bizada uyqu jarayonini kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham biz tinch holatda uxlaymiz. Agar bizada mana shu bioritmni buzadigan bo'lsanglar, albatta uyqusizlikka olib kelishi mumkindir. Keyin shuni aytish kerakki, serotoninni nafaqat shu neyromediator sifatida, balki u bizaga ko'rib turibsizlar, fiziologik roli qon tomirlarini toraytirishi, bosimni ortishiga olib keladi. Ikkinchidan, bizni termoregulyatsiyamiz, nafas tizimimiz faoliyatini ta'minlaydi, boshqarib turadi, koptokchalar filtratsiyasini ta'minlab turadi va mana shu uni ta'sirini ko'pincha men talabalarga bexosdan o'zimizga yoqqan insonni ko'rib qolganda biz bezovdalanib qolganimizni ko'rinishida gapirishim mumkin. Bunda qizarib ketamiz, terlab ketamiz, temperaturamizni oshishi kuzatiladi, nafas va yurak tizimi faoliyatini jadallashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda serotonin markaziy nerv sistemani qo'zg'atuvchi neyromediator qiladi. Ammo uni ko'payib ketishi ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu salbiy oqibatlar ko'ryapsizlar, allergik reaksiyalarni kelib chiqishi, demping sindrom rivojlanishi, homiladorlar toksikozini kelib chiqishi yoki karsinoid sindrom yoki bo'lmasa gemorragik sindromlarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Endi keyingi neyromediatorni olib qaraydigan bo'lsak, bu glutamin kislotasi bilan bog'liq bo'lgan neyromediator hisoblanadi. Biz yaxshi bilamiz, glutamin kislotasida ikkita karboksil guruhi bor va uni bizada karboksil guruhini alfa holatdan olib tashlashimiz hisobiga gamma amino moy kislotasi hosil bo'ladi. Bu asosan bizni miyamizda hosil bo'ladi va bu mana shu glutamat dekarboksilaza fermenti ishtirokida ketadi. Buni natijasida bosh va orqa miya sinapslarida gamma glitsin aminokislotasi bilan birgalikda ko'p miqdorda ishlab chiqarilib turadi. Ular esa neyronlarda impulslarni o'tkazishini qisman susaytirib, ya'ni tormozlash xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham gamma hosilalarini bizda ko'pincha o'ta kuchli qo'zg'alishlar kelib chiqqanda davo muolajalari sifatida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Mana shuni tushuntirayotganimda, ayniqsa glitsin aminokislotasini tormoznoy ta'sirini tushuntirayotganimizda men ko'pincha sho'x bolalar to'g'risida ko'proq gapiraman. Ya'ni sho'x bola birinchi klassga, ikkinchi klassga o'tayotganda bir joyda o'tirolmaydi. Unda mana shu
nima qo'zg'alish kuchli bo'ladi. Bu esa uni demak darsni o'zlashtirish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Chunki bu yerda ya'ni bizada o'sha eslashda va qabul qilishi biroz susayishiga olib keladi. Endi shuni kamaytirish maqsadida ko'pincha pediatrlarga murojaat qilishadi va pediatrlar aytishadiki, juda oz miqdorda, past konsentratsiyada glitsinni bir oy ichirib ko'ring deyishadi. Haqiqatda ham mana shu glitsinni berganda bolaniga giperqo'zg'alish xususiyati kamayadi va o'zlashtirish jarayonini ham yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nima uchun? Chunki bir tomonlama impulslarni o'tib, o'zlashtirishni ko'payishiga sabab bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda boyagi asetilxolin sintezi. Boya men sizlarga tushuntirdim. Serin aminokislotasidan sintezi, oldin etanolamin hosil bo'ladi dekarboksilanish hisobiga. Keyinchalik u esa 3 metil guruhini olib xolin hosil qiladi. Endi shu xolinga asetil koenzim A'ni biriktiradigan bo'lsak, bu bizada nimaga? Asetilxolin neyromediator sinteziga olib keladi. Mana shu asetilxolin yaxshi bilasizlar, nafaqat markaziy nerv sistemada, balki periferik nerv sistemani uchlarida, ularni puziryochkalarida doimo sintezlanib turadi va uni ochilishi va T trubochkalar orqali mushaklarga kirishi hisobiga mushaklarda qisqarish jarayonini kelib chiqishini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ammo shu bilan birgalikda bizada yana boshqa neyromediatorlar sintezlanadi. Ko'rib turibsizlar, etanolaminni sintezini ham ko'rishimiz mumkin. Etanolamin nafaqat bizada boshqaruv jarayonlarida, balki fosfolipidlar sintezida o'ta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda tirazindan bizada dopamin hosil bo'ladi. Dopamin esa yaxshi bilamiz, bizada uni sintezini buzilishi bu Parkinson kasalligiga sababchi bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda bizni nerv hujayralarimizda va buyrak usti bezini mag'iz qismida dopamindan keyinchalik adrenalin hamda noradrenalin sintezini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni uni gidroksillanishi hisobiga oldin noradrenalin hosil bo'ladi. Noradrenalinga bitta metil guruhini metil transferaza fermenti ta'sirida bersak, bizada adrenalin hosil bo'ladiki, adrenalinimiz yaxshi bilamiz, bu adaptor stress gormoni hisoblanadi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana shu biogen aminlar bizada uzoq muddat saqlanmaydi. Ular o'z ta'siri o'tib bo'lgandan keyin albatta monoaminoksidaza yoki diaminoksidaza fermentlari ta'sirida to'liq parchalanib ketishi kuzatiladi. Mana bu juda ham katta ahamiyatga ega. Nima uchun? Ularni to'planishi mumkin emas. Endi qanday parchalanadi? Parchalanishi ularni aldeget hosil qilish hamda amino guruhini chiqib ketishi hisobiga ketadi. Bunda shuni yaxshi bilishinglar kerakki, monoaminoksidazalarning kofermenti fat bo'ladigan bo'lsa va bu ferment bizni mitoxondriyalarimizni tashqi membranasida joylashgan bo'ladigan bo'lsa, vaholanki diaminoksidazalarimiz kofermenti peridoksal fosfat bo'lib, ish faoliyati, bu fermentni ish faoliyati bizada
endoplazmatik retikulumda ketadi. Ular nafaqat joylashishi hamda kofermentlari bilan, balki o'zini substratlari bilan ham farqlanadi. Ko'rib turibsizlar, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi aminlarni zararsizlantirishi asosan bizda amino oksidazalar ishtirokida ketadigan bo'lsa, putrisin, kadaverin, gistamin, alifatik aminlarni zararsizlantirishi esa diamino oksidazalar ishtirokida ketadi. Mana shu fermentlarni biz ingibrlashimiz hisobiga yetishmayotgan neyromediatorlar miqdorini ma'lum bir darajada kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Ana shuning uchun ham yaxshi bilamiz, Parkinsonni davolashda nafaqat levodofani qabul qilish, ya'ni tayyor mahsulotni aminini qabul qilish, balki shu bilan birgalikda bizada shu monoamino oksidaza fermentlarini, ingibitorlarini qo'llanadi. Nevrologiyada esa sizlar yaxshi bilasizlar, ko'pincha atsetilxolin yetishmayotgan bo'ladigan bo'lsa, albatta atsetilxolin parchalovchi fermentni biz ingibrlab turib, atsetilxolin miqdorini ortishiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib, biz sizlar bilan bugungi leksiya ma'ruzamizda aminokislotalarni parchalanishini umumiy yo'llarini ko'rib chiqdik va buni natijasida turli xil ahamiyatli bo'lgan reaksiyalarga to'xtaldik va hosil bo'layotgan mahsulotlar ahamiyatini ham to'liq tushuntirib berdik. Men o'ylaymanki, olgan hozirgi biliminglar bo'lajak shifokorlik faoliyatinglarda asqotadi deb o'ylayman. Salomat bo'linglar, xayr.